ko'rib turganingizdek Aviso saytiga o'xshaydi. Interfeysini o'shana qilib qo'yishgan, faqat bu yangiroq sayt bo'ladi. Ishlayotganiga 1 yil va 10 oy bo'libdi. Demak, bu vaqt bu saytlarga yangi sayt hisoblanadi. Bu yerda statistikasini ko'rib borishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek 24 soat ichida уже 281 rubl chiqarib bergan, ya'ni sarmoyasiz pul ishlagan odamlarga. Demak, bu yerda sayt haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu ham tez orada Aviso saytiga o'xshab populyarniy bo'lib ketadi. Bu yerda mana Seniza uslubga ko'rib chiqishingiz mumkin. Demak, saytdan pul ishlash uchun registratsiyadan o'tish kerak. Uning uchun registratsiya tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Va xuddi shunaqa oyna ochiladi. Birinchi qatorga biz login yozib проверить tugmasini bosamiz. Agar login svobodno bo'lsa, bemalol biz bu yoqqa email pochtamizni yozib, bu yerda kapchadan o'tib biz registratsiya tugmasini bossak, bizning email pochtamizga saytiga parolimizni yozib yuboradi va aktivatsiya silkasini jo'natadi. Biz o'sha silka orqali profilimizni aktivatsiya qilib, parolimizni kirib, keyin bemalol parolimizni o'zimizning lishniy profilimizdan o'zgartirib olishimiz mumkin. Men hozir o'zim profilimga kirib, sayt haqida keng tushuncha beraman. Mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ko'rib turganingizdek, meni profilim ham yangi. Mana bugun registratsiyadan o'tdim. Demak, bu saytdan sarmoyasiz pul ishlash bo'limlari bu mana Zarobotit bo'lim bo'ladi. Bu bo'lim orqali ko'rib turganingizdek, biz 7 xil yo'l bilan sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni birinchisi oprosi, ya'ni offers bo'limi. Bu bo'limdan biz offerlarda ishtirok etib pul ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, hali saytda bu bo'limida topshiriqlar yo'q ekan, tez orada chiqib qoladi. Surfing sayt bo'limi orqali biz saytlarga surfing qilib pul ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, har xil reklamalar bor. 40 sekund, 30 sekund, 20 sekund ko'rganimizga bizga 2 kopeyka 3 kopeykadan pullar berib boradi. Endi chitiniy pism bo'limi orqali biz pismalarda ishtirok etib yana qo'shimcha daromad olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, har xil silkalar bor. Shularni ustiga bosib biz 20 sekund turganimiz uchun ko'rib turganingizdek 2 kopeykadan berib borar ekan. Выполнение задания bo'limi orqali biz zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek 3 rubl, 2 rubl, 10 rubllik zadaniyalar bor. Bemalol kirib, bu bo'limdan ham sizlar sarmoyasiz zadaniyalar bajarib yana qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Zadaniyalar ko'p, bemalol kirib ishlasanglar bo'ladi. Zadaniyalar tugab qolmaydi. Endi прохождение test bo'lim bor. Bu bo'limda sizlar testda ishtirok etib yana sarmoyasiz pul ishlab borishingiz mumkin. Bu yerda staj turibdi, ya'ni staj bitta reyting banda har kuni получить bonus tugmasini bosib sizlar bittadan reyting olsanglar bo'ladi. Reytinginglar qancha baland bo'lsa, bu saytdan sizlar pul ishlash imkoniyatingiz shuncha baland bo'ladi. Demak, YouTube bo'limi orqali biz YouTube video roliklarini ko'rib yana plyus daromad olsak bo'ladi. VKontakte bo'limidan biz VKontakte podpiska, like'lar tashlab pul ishlashimiz mumkin. Buning uchun mana lishniy danniy bo'limiga o'tib VKontakte akkauntimizni ulab qo'yishimiz kerak. Agar YouTubedan ham qo'shimcha podpiska va shunga o'xshagan zadaniyalar olmoqchi bo'lsanglar, buni ham lishniy danniy tugmasini bosib o'zingizlarning YouTube akkauntinglarni kiritib qo'ysanglar, yana sizlar YouTubedan qo'shimcha daromad olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek 7 xil yo'l bor. Bemalol kirib sizlar ham bu saytdan sarmoyasiz pul ishlasanglar bo'ladi. Yangi ochildi bu sayt. Kirib qo'shimcha sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan sayt qilib pul ishlasanglar bo'ladi. Tepadagi bo'limlar bor. Выплаты bo'limi orqali sizlar hozirda pul yechib kelayotgan odamlarni ko'rib borishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ko'pchilik Payerga pullarni yechib kelayotgan ekan. Konkursiy bo'limidan biz konkurslarda ishtirok etib yana pul yutuqlarni yutib olishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek, hozirda yutishi mumkin bo'lgan odamlarni ko'rib borsanglar bo'ladi. Основной счет bo'limi orqali biz balansimizga pullarni WebMoney va Payerga yechib olsak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, qanaqa komissiyasi bor, shular haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Ya'ni Payerga bu sayt bizga momentanno pullarni to'lab beradi. Buning uchun birinchi qatorga summa va Payer ustiga bir marta bosib, biz pullarimizni Payerga yechib olishimiz mumkin. Endi biz ikkinchi saytimizga o'tamiz. Mana bizning ikkinchi sarmoyasiz pul ishlab bo'ladigan saytimiz bu Payap sayti. Bu sayt orqali biz YouTube video roliklarini ko'rib pul ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, balansimizda $3.5 bor. Hozirlarga sayt haqida keng tushuncha berib o'taman. YouTube tugmasini ustiga bir marta bossak bizga ko'rib turganingizdek har xil YouTube video roliklarini ochib beradi. Bu yerda mana 60 soniyadan 600 soniyagacha ko'rib ham biz pul ishlashimiz mumkin. Xohlasanglar bu yerda Androidga предложениyaси bor. Предложениyaсini ham skechab qo'ysanglar bo'ladi. Hozir sizlarga video ko'rsatib bera olmayman, chunki bilasizlar YouTube'da sinovoy ban bor. Agar boshqalarning video rolikini ko'rsatsam ban berib qolishi mumkin. Ya'ni qanaqa ishlanadi? Registratsiyadan o'tish oson. Email pochtalarni kirgizib, parollarni kiritib, biz osongina registratsiyadan o'tib olishimiz mumkin va undan keyin YouTube bo'limiga o'tib, bu yerdan смотреть video tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga YouTube video roligi ochiladi. Keyin u video roliklar avtomatik o'zi har 15 soniya, 20-30 soniyada ketma-ket keyingi videolarga o'tib ketib, bizning balansimizga avtomatik pullar yig'ib beradi. Demak, выплаты bo'limi orqali biz balansda ishlagan pullarimizni yechib olsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, Payer, Education, Tron, Doge va Steam'ga ham pullarni yechsak bo'ladi. Bu yerda Telegram Starga ham pullarni yechishimiz mumkin. Demak, balansimizda $3.25 bor. Agar Payerga pul yechmoqchi bo'lsanglar, ko'rib turganingizdek, minimal $5 boshlab pullarni yechsak bo'ladi. Biz Telegram Starga pullarni yechamiz, ustiga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda kashlogini saqlanib qo'ydi. Ukazat kashlog bo'limi orqali biz Telegram Star kashlogimizni saqlanib qo'yamiz. Mana bu yerda men Payer hamyonimni saqlanib qo'yganman. Bu yerdan Telegram Starni saqlanib qilish uchun biz Telegram username'imizni yozib qoldirishimiz kerak. Mana biz Telegram username'ni qoldirdik. Endi saqlanib tugmasini bosib, biz ko'rib turganingizdek, hozir bizning pochtamizga kod jo'natadi. O'sha kodni bu yoqqa yozib olamiz.
Mana biz parol yozib oldik. Bu yerdan подтвердить сохранение tugmasini bosib, biz o'zimizni Telegramimizni saqlanib qo'yishimiz kerak. Endi bemalol выплаты bo'limiga o'tib, biz Telegram starga pullarni yetsa bo'ladi. Ustiga bir marta yozamiz, bu yoqqa summani yozamiz. Balansimizda 3 dollar va 20 sent bor edi. Ya'ni 25 sent ekan. Kelinglar biz 25 sent yozib, bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak va undan keyin отправить заявку tugmasini bosamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, biz Telegram rekvizitni endi saqlanib qilganimiz uchun 24 soatdan keyin pullarni yetishimiz mumkin ekan. Ya'ni bizani Telegramimizni bu tekshirib chiqadi. Men bu saytdan ertaga pullarni yechib skrinshotlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol Telegramga o'tib bu sayt to'layaptimi yo'qmi ko'rib borishingiz mumkin. Novosti makros bo'limlari bizga uncha qiziq bo'lim emas. Bizga asosiy kerak bo'ladigan bo'lim shu mana YouTube va выплаты bo'limlari orqali biz sarmoyasiz pul ishlab chiqarib olsak bo'ladi. Xohlasanglar balansinglar 5 dollar bo'lsa Payrga yoki Telegram starga ham pullarni chiqarib olishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bugungi videomizda shu ikkita top sayt bo'ldi. Bemalol kirib sizlar ham sarmoyasiz pullar ishlashingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga bu saytlar qiziq bo'lsa, saytlar silkasi opsiyasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. O'tib sizlar ham bemalol pul ishlashingiz mumkin. Demak, videoni boshida aytib o'tganimdek, bu videoda ham konkurs bor. Konkurs shartlarini ham videoni boshida aytib o'tganman. Bemalol o'tib ko'rib, sizlar ham pul yutuqlarini yutolsanglar bo'ladi. Demak, hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.